Mana bu domlalarning gapini eshitdinglar, video oxirida o'z fikrini bildirib o'tadi. Endi O'zbekiston fuqarolari qashshoqlik va kredit muammolaridan to'liq xalos bo'lishadi. Pul yuborishda kechasimi, kunduzimi, endi buni farqi yo'q. Endi kechasi soat 2 da ham, yakshanba kuni ham uyingizga pul yuborishingiz mumkin. Bank ochilishini kutmaysiz, navbatda turmaysiz. Hech kimga iltimos qilishingiz ham shart emas. Yubor mobil ilovasi 24 ga yetdi. Sizga erkinlik beradi. Istalgan vaqtda, istalgan joyda bir necha soniyalarda pul yuboring. Siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham, kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Pulingiz uydagilaringizga bir zumda yetib boradi. Endi pul jo'natish har doim siz xohlagan paytda. Yubor qulay, xavfsiz va ishonchli ilovadir. Mana bu domlalarning gapini eshitdinglar, video oxirida o'z fikrini bildirib o'taman. Barcha dindoshlar diqqatiga. Endi O'zbekiston fuqarolari qashshoqlik va kredit muammolaridan to'liq xalos bo'lishadi. Bir investor do'stimiz trading yo'nalishining to'liq halol usulidan foydalanib, musulmon yurtdoshlarimizning sarmoyalarini hozirga qadar 10-15 million so'mlab daromadga olib chiqdi. Bularning isbotini o'zining yopiq Telegram kanaliga tashlab boryapti. Eng asosiysi, u shunchaki pul ko'paytirib bermaydi. U haqiqatdan ham mo'min musulmonlarning kichik miqdordagi sarmoyasini bozorda savdo qilib foydaga olib chiqadi. Do'stlarim, agar siz ham shunaqa daromadga chiqib hayotingizni yaxshilashni xohlasangiz, hoziroq pastdagi tugmani bosib unga yozing va yopiq kanaliga albatta obuna bo'lib qo'ying. Ko'rib turganlaringdek, domlalarning yuzidan foydalangan holatda sun'iy intellekt orqali sizni aldov yo'li bilan pulingizni yechib olish videosi tayyorlangan. Siz bu domlalarning gapiga ishonganingizdan keyin ko'rib turibsizlar, Abdulloh degan ismdan foydalanishyapti, domlalarning so'zlaridan, halol degan so'zlardan foydalanishyapti va ko'pchilik bunga ishonadi. 7-8 tadan ortiq like bosilgan. O'tadi silka orqali va Telegram kanaliga kirishadi. Men shunday kanalga kirib ko'rdim, qanday yo'l bilan aldashyapti. Men sun'iy intellekt orqali yasalganligini bittada bildim, chunki bu narsalarni tushunaman. Tushunmaydigan odamlar kirib ketadi. Sizga kichkina summa orqali katta summa topish imkoniyatini berishadi. Siz boshida kichkina summa tikasiz. Agar o'sha summa bilan uxlasangiz bu yaxshi. Lekin uxlamasangiz bu yomon. Ya'ni sizga kichkina summa tikasiz, o'shani 2 barobar qilib qaytarishadi. Va shunday qilib 1-2 marta sizga bergandan keyin sizni ishonchingizga kirib olishadi. Va keyinchalik sizga shart qo'yishadi. Ya'ni qanday imkoniyat beramiz sizga, ertaga qanaqadir katta bozor bo'lyapti, qanaqadir bir nimanidir narxi ko'tarilib ketadi, pulingizni 3 barobar qilib ko'paytirib olish imkoniyatingiz bor. Bu juda ham katta imkoniyat. 24 soatgina vaqt beramiz sizga, foydalanib qoling deydi. Va bunga ishongan ko'pchilik sodda odamlar katta narsalarni sotishadi, qarz olishadi, kredit olishadi va ularga o'z qo'li bilan summasini berib yuborishadi. Va shu bilan u odamlarni qaytib ko'rmaysiz, guruhga yopiladi va ular yo'q bo'lib ketishadi. Men sizlarga aytmoqchiman, bunaqa narsalarga ishonmanglar. Bitta mana shunaqa daromadli videoni ko'rdingizmi, bir zamonaviy, bir mana shunaqa videolarni, Instagramni va anaqa aldov yo'llarini tushunadigan odamlar bilan maslahatlashib ko'ringlar va ular birdan sizga aytishadi. Bu narsaga ko'proq bizni uyda o'tirgan ayollarimiz, yosh katta akalarimiz yoki sodda bolalar, yoshlar ham tushib qolishyapti. Shuning uchun aldanib qolmanglar. Mana shu videolarni ko'rdingizmi, darhol ko'pchilikka jo'natinglar va mana shu videoimni ko'rib, zora kimnidir qanaqadir bir talofatdan saqlab qolsam, men xursand bo'lgan bo'laman.